Usta shogirdlar bor endi bilsanglar. Shunaqa ustalar bor 10 ta shogirdi bor bilasizlarmi? Eng qiyini eng kichkina shogirdga. Chunki u eng 10 ni yo'g'i, hali do'konga kelsa zdachiga beriladigan qurtobdan ham 300 so'm arzon 1000 talik shogird bo'ladi. Bunday qarab turib, ana bola nima qilyapti mana desa, shogird tezu desa. Yo'q, qachon tushdi ko'rmay qolibmiz u. 3 yildan beri mana shu edi. Katta bola bo'lib qoldi faqat. Ismini ham bilmaydi ko'pchilik. Eng qizig'i hali katta shogirdlarga ham o'yinchoq u kichkina shogird. Usta deydi. Yuring, mana ish yo'q bo'lib qolganiga it urushtiramiz deydi. Bizda it bitta-yu, qanday u o'zi bilan o'zi g'alati bo'lib qoladi urushsiz. Yo'q, kichkina shogirdga ayindan so'xti mashi diodik ishandi, hozir perchatkalar bilan tayyor turibdi deydi. Eng o'n ismini ham bilmaydi aytyapman ko'pchilik hali kichkina shogirdim deb qarab turib. Yuring-da siz shogird bola bu katta shogirdlar ichida sizga joy yo'q. Yuring sizga boshqa ish ko'rsataman deb uyga olib kelib, mana shu 300 metr devorni shu vaqtga varsiz men qo'lingizdan ish kelib qolganiga ishonaman deydi. Bu shu vaqt qo'raman-u men povurga shogirdga tushganman. Nima foydasi bor bunisi? Siz ish qila oling, abidga zo'r qilib ovqat, torg'iz bilan non.